вообще dahshat. E'tibor bering Coca-Colaga. Argentina chempion, Argentina rostdan ham chempion bo'ladimi yoki yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring, lekin FIFA oldindan bilganmikin? מחפש את ארגנטינה. כן. אתה יודע למה? מסי, אני יכול לנחש? לא, לפני זה דווקא יש להם נשיא שהוא, וואו. אגב, חב"דניק. וואו, הוא הוא כוכב. כוכב עליון, באמת כוכב עליון, ועשה שם דברים מדהימים בכלכלה שלהם על ידי אימוץ עקרונות כלכלה חופשית, אנחנו אוהבים לדבר על זה, אבל מילה הוא ידיד ענק של ישראל. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bu yerda ikkita kadr qilib chiqdi. Bu kadrlarni gapirib beraman. Bu birinchisi, bu bola o'zbek bola ekan, o'zbekistonlik, juda ham xursandchilik bilan gapirib beryapti. FIFA bilganmidi deyapti. FIFA bilganmidi Argentinaning yutishini deyapti. Ikkinchisi, bu bolaning gapi hattoki Kolaga ham Argentinani yopishtirib qo'yibdi deyapti. Ben bir tanesini senga tushuntirmoqchiman, senga tushunarli bo'lishi uchun. Ikkinchisi bu yevreylar, sionistlar. U joyda sionistlarning qo'shiqchilari bilan Argentinani prezidenti billa qo'shiq aytyapti. Futbollaring boshlanishidan oldin Argentina prezidenti Isroil davlatiga kelgan. Isroil va Argentina bir-birini qo'llaydi. Chunki bular dunyoda odam o'ldirish bo'yicha, pedofillik bo'yicha, iznasiliva bo'yicha, gey paradlik bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bu Isroil va Argentina. Bular bir-birini qo'llagan. Argentina prezidenti kelgan Isroilga sionistlikni dinini qabul qilgan, bular dinini qabul qilgan va so'z bergan. Isroil o'sha Netanyahu so'z bergan, Argentinani biz populyarni chiqarib beramiz. Argentina bu yil hattoki chempion ham bo'ladi degan. Boshqa narsalardan ham Argentinani biz populyarni qilib beramiz degan. Sen kolani gapiryapsan. Kola bu yevreylardagi kantush. Ozgina kallingni ishlatsin. Men futbolga unchalik nima qilmayman, lekin siyosatga ozgina berilib turaman. Bu kola bu yevreylardagi, yevreylar xohlaganini qo'yadi batga. FIFA direktori ham, xo'jayini ham hammalari yevreylar bo'ladi. Bular xohlagan insonini qo'yib berishadi. Yevrey nima desa shu bo'ladi. Dunyoda brend, hamma brendni yevreylar reklama qilib beradi. Yevreylar reklama qilib beradi, keyin populyarlik bo'ladi. O'shaning uchun bitta narsani gapirayotganda xursand bo'lib gapirasam, boshqa narsalarni gapirasam, men Messi komandasiga hech narsa demayman. Lekin odamgarchilik nima tomonidan Messi odam emas. Dunyoda pedofillik, gey paradlik, iznasiliva, odam o'ldirish, musulmonlarni o'ldirish bo'yicha Messi qo'llaydi bu narsalarni. Katta pul ajratadi. O'sha tomondan o'ylab ko'ringlar ozgina. Messiga, Argentinaga juda ham qattiq berilyapsizlar, jicha istoriyaga ham kirib bunday o'qib ko'ringlar. Bular qanaqa nima? Argentina kim bular? Yevreylar kim? Sionistlar kim? Bular bir-biriga qanday bog'lanadi? Shularni ham o'rganib turinglar. Aziz vatandoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.